Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala ama ba'du. Sabaqdaşlar biz bugün kitabımız El-Hidaye fin Nahvi, yani burunqi Hidayetin Nahvini başlaş aldığı turvatımız kitabımız Arap tilininki grammatik kısmıga ait kitap. Hem de kitabını başlaştan ilgiri biz muş grammatike toğruluq bir kısım çenjilerini bir ma'lum tushunish hosil qilgandan keyin andikin darsni davomlashtiramiz. Hammalarga ma'lum, Alloh bizningki muqaddas kitobimiz, hayot dasturimiz, dunyo oxiratlik saodatimiz bo'lgan Qur'on va Qur'onning izohatini dunyo tillarining ichidan arab tilini tanlab, arab payg'ambarga qanaqa qildi tushadi. Tushagandimi hakim bo'lgan zot Qur'onga shunchalik ma'nilarni yushadiki, bu ma'nilarning ochqichini til orqali tutqazdi. Albatta Qur'oni Karimni tushunishning boshqa yo'llari bo'lsa-mu, lekin dastlabki ham muhim bo'lgan yo'llarining birisi albatta til. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonasida kishilar, ya'ni sahobalar to'pidan shakllangan kishilar, shu zamonning kishilari o'g'ach, shu zamonda yetilgan kishilar o'g'ach, shu zamondagi til uslublaridan xabardor kishilar o'g'ach, til shularning ig'izdagi, til uslublari shularning ig'izdagi qo'llanayotgan uslublar o'g'ach, ularga nisbatan har holda Qur'oni Karimni til nuqtasidan tushunish va qiyin to'xtamagan. Shuningdek Rasulullohning davrida til o'rganish to'lqini yoki til o'rganish tashabbusi, arab til o'rganish tashabbusi gavdalik emas yoki yo'q desak bo'ladi. Ammo Rasululloh dunyodan ketgandan keyin, vahiy uzilgandan keyin masalalarning hammani tushunish shu keyingilarning o'ziga qolgandan keyin Qur'oni Karimni tushunishda, hadislarni tushunishda kishilar o'zida bor bo'lgan imkoniyat, birinchi qurol, ya'ni tilga tayinish bir ehtiyoji tug'ildi. Albatta endi Rasululloh dunyodan ketgandan keyin bu xil ehtiyoj bak gavdalik ko'rinmaydi. Chunki ayni kishilar shu huva. Ya'ni Rasulullohning davridagi kishilar vafot bo'lgandan keyindan kelgan davrda huva. Ammo vaqt bir mezgildan keyin, ma'lum davrdan keyin o'zgardi ahvol. Ya'ni islomningki tadrijiy holatda arab zeminidan sirtlarga kengayishi, arab bo'lmagan millatlarningki islomga kirishi, har xil qabilalarningki islomga kirishi, ondan keyin musulmon, arab va g'ayri arablarning o'zaro bir-birisi bilan arilishishi, ondan keyin dinning ta'limotidagi o'qish ta'limoti eng muhim ta'limotlarning birisi bo'lg'achqa, dindagi birinchi talab o'quv deydigan bir talab bo'lg'achqa, islomga kirgan musulmon bo'lganlik har qanday odamning kallasida tunjlab tug'ilgan narsa dinni o'qish, dinning asosi bo'lgan Qur'on, hadis, bularning tilogan arab tilini o'qish qizg'inliqqa to'ldi. Mushu bir qator sabablar tufayli, ya'ni arablar bilan g'ayri arablarning arilishishi. Hammalar bilamiz, bir jamiyatda ikki millat aralashsa, tabiiyki har ikki millatning tili ma'lum darajada bir xil o'zgarishlarga yoki ma'lum darajada buzilishlarga duchor bo'ladi. Aynan ahvol shu vaqtda arab tilida yuz bergan. Hamda aytilishicha ba'zi naqllarda boshqacha, har holda ya Ali radhiyallohu anhuning davrida yoki Umar radhiyallohu anhuning davrida chiqib, qaysi bo'lsa bir davrda kishilarning ichida oyatlarni xato qo'ydigan ahvol bunda quloqqa yetib qolgan. Masalan, kelgan naqllarda innalloha bari'un minal mushrikina va rasuluhu degan oyatlarni hatto ba'zilar va rasulihi deb manda shaklda o'qib olib, ondan keyin shu o'ziningki shu vaqtdagi tub-tuz mijazulillah ba'zi eg'ir bunda. Agar qasdan desa odamni dindan chiqaradigan, iymondan chiqaradigan gap so'zlar ularning og'zidan chiqqan, hamda qasdan bo'lmaydi. Ularning aloqi darhol tushunishi shu. Shundan keyin Umar radhiyallohu anhuning buyruqimi yoki Ali radhiyallohu anhuning buyruqimi qaysi bo'lsa, shu vaqtdagi valiyul amrlarningki buyrug'i bilan arab tilininki qoidalarini, til qurilmalarini tadqiq qilish, bahs qilish shu vaqtda boshlangan. Albatta, har qanday ish boshlangan vaqtda kichik boshlanadi, asta kengayadi. Ham buningda shu bir odamning butunlay tuhfasi olmaydi albatta buningda.
Chunki til va tilning grammatikasi uzun mezgillik taraqqiyotni beshdan kechirib, undan keyin kengaydi, mukammallashadi, pishiqlanadi. Shuningdek biz arab til grammatikasi asosida muayyan bir odamni mana adam masahada qattiq tuhfa qo'shgan odam deb deyamaymiz. Ammo shuni deya olamizki, kelgan rivoyatlarning umumida gavdalantirilgan, kuchlantirilgan fikr Abul Aswad ad-Duali ismli kishi shu vaqtida o'sha arab tilining grammatikasini tuzishga boshlamchi yoki tunji qadam elib, undan keyin buningdagi Qur'oni Karimningki har bir i'robini qo'yish, i'robi qo'yish deganga shu vaqt har bir jumlani tahlil qilish, jumlaning grammatikalik o'rni, qoidalar deganik tahlil qilishning boshlanishi hisoblanadi. Shu kishining boshlamchiligi bilan boshlanib ketgan grammatik tadqiqoti ta bugunga qadar to'xtagani yo'q. Dunyoda balkim arab tilidan boshqa til, ikkinchi bir til, mayli grammatika yoki boshqa nuqtalardan olsun, mana arab tilida tadqiq qilinmagan desak, hargiz mubolag'a bo'lmaydi. Hozir qadar yozilgan kitoblar dastlabki davrdan tortib ko'gil tursak, mana arab tiliga bo'lgan, arab tilining grammatik qismiga bo'lgan tadqiqot favqulodda alohida zo'r ko'ngil bo'lishlarni egallagan. Ham biz buni bayatdan degandek, bu grammatikaning bunchalik kuchab tadqiq qilinishining sababi arab tilining o'zini saqlab qolish bo'lsa bir nuqtadan. Chunki bu din tili o'g'achqa, Qur'on tili o'g'achqa, hadis tili o'g'achqa, tilni saqlab qolish bir maqsad bo'lib qolgan bo'lsa bir nuqtadan. Yana bir nuqtadan biz bayatdan deganimizdek dinga kirgan ikkinchi bir millatlarningki tunji qilib qiladigan ishi din o'rganish. Din o'rganish tildan boshlanadi, arab tilidan. Chunki dinning butun ta'limotlari o'sha arab tili orqali ifodalangan. Buni boshqa tillarga tarjima qilib qo'yib ham hal qilolmaydi. Chunki biz deganimizdek arab tili tillarning ichidagi eng fasahalik, mo'l mazmunli tildiganlik to'g'risida hech kimning shaki yo'q. Hatto g'ayri musulmonlarning arab tili tadqiq qilib boqqan g'ayri musulmonlarning bu to'g'risida ikkilanishi yo'q. Arab tilida boshqa tillarda ifoda qilinmagan nurg'un mazmunlarni ifoda qilganligi aniq. Onun ustiga Qur'onning qo'llangan uslubi, hatto o'z davridagi shu davrining shoirlari hozir qadar ularning qasidalari o'qilib kelayotgan, muallaqatlar o'qilib kelayotgan adiblari shu davrdagi kishilarni hayron qolgan darajada til uslubi qo'llangan. Xuddi olti qirliq, kristal bir aynakka o'xshash, qaysi tarafidan qarasa bir mazmunlar chiqadi hamda. Ma tarafidan qarasa qisida ko'rinayotgan. Yana qaytadan qarasa shu qisning ichidan ahkam chiqayotgan. Yani shu qaytadan qarasa shu qissa va ahkamdan boshqa aqida mazmunlari so'zlanayotgan. Qur'onning atrofida to'g'risida tafakkur yurgizgan vaqtimizda, cho'nqur tadabbur qilgan vaqtimizda Qur'onning oddiy jumlalarining ichiga oldirilgan mazmunlarining nihoyat ko'p ekanligini, ham o'zgacha ekanligini bayqab olamiz. Ma'noqtidan Qur'oni Karimning ifodalagan tili buni tarjima qilsam chiqadigan til emas. Nurg'un mazmun, ma'no, uqumlar shu qurilma ichiga yushirilgan. Shu ma'no mazmunlarga o'tish uchun bizning oldimizga qo'yilgan birinchi eshikning ochqisi dal nahv, ya'ni arabcha qurilmalarning lafzlarini tushunish. Shu Qur'oni Karim hadisga yushirilgan ahkamlar, aqidalar, hikmatlar, vazlar, mazmunlar hammasi Qur'on qo'llangan, hadis qo'llangan arab tili qurilmalarining ichiga yushirilgan. Buning shifrsini aytishning birinchi yo'li shuning qurilmalarini tahlil qilib, qurilmalarini tushunish. Qurilmalarini tushunish dal arab tilining ichidagi an-nahv deb ataladigan fan orqali bo'ladi. Andalaqa tilning tadqiqoti kichikdan boshlanib cho'ng'ayganga o'xshash asli, masalan, nahv bilan sarf ikkisi bir tadqiq qilingan. Nahvining ichida qurilmaga mas qadamda ma'nilarni muqana qiladigan, birga tadqiq qiladigan shaklda hozirgi balog'at kitoblaridagi ilmul maani deb atalgan taraflar ham nahviga tava. Balog'at desa shu ilmi bayon bilan ilmi badi bilan balog'at, undan keyin adabiyot. Keyin bu taraqqiy qilib texmo tafsiliy shaklda tadqiq qilinish bosqichida so'zlarning tadqiqoti, so'zlarning qurilma tadqiqoti ayrim bir fan bo'lib, as-sarf deb atilib, morfologiya shaklda u mustaqil bir fan sifatida mavjud turibdi. Undan keyin xolis lafziga qaratilgan, qurilmaga qaratilgan tadqiqot ayrim bir turilib, mustaqil bo'lib,
bu nahviy sifatida bir mavjud bo'lib turibdi. Biz bayatın degandek, uning ma'naga munosabat tarafini ajratib chiqib, buning ichidan balog'atga bir vat. Ya'ni shuni bilan balog'at, ilmul maani, ilmul bayon, ilmul badi deb 3 turni o'z ichiga olgan mustaqil bir fan sifatida u ayrim mavjud bo'libdi. Undan keyin buning til qismi, so'zliklarningki har xil ishlatilish, ma'ni jihatga ishlatilish qismlar va adabiyot sohasida u ayrim bir hisobda arab tilga munosabatlik fanlar sarf, nahvi, adabiyot, balog'at, adabiyot deb 4 turni shakllantirgan asosda 4 tur sifatida hozir mavjud bo'lib turmoqda. Bizning o'qiyotganimiz dal mushuning ichidagi al-nahvu yani. Al-nahvu grammatika, yani cümlelerning qurilmasiga munosabatlik. Bizning mushu grammatika o'qishdan boshdan oxir butun asqiyolimiz jumlalarni tahlil qilish, jumlaning qurilmasini bekitish, har jumlaning xarakterini, har jumlaga marka chaplash. Cümledeki ma'ning ismi fa'il, ma'ning ismi fe'il, ma'ning ismi mubtada, ma'ning ismi xabar. Ma'u af'alun naqisa. Masalan, ma'uning ismisi, ma'uning xabari. Ma cümlenin grammatikalik o'rni yo'q, ya'ni markasi yo'q. Ma cümlenin grammatikalik o'rni bor. Ma ism, ma fe'il, masalan, ma fe'il. Ma'u harf, ma harfning mandaq roli bor, ma fe'ilning mandaq roli bor. Cümle Zeydun qama o'xshash shaklda kelib qolsa, uning mandaq roli bor. Qama Zeydun shaklda kelib qolsa, buning xarakteri ma'ludi. Ma'ni fe'li deymiz, ma'ni ismi deymiz. Degandek, mushu qurilmalarning tahlilini to'liq mushu kitobda inshaalloh hal qilamiz. Undan keyin qurilmalarning tahlili chiqib bo'lgandan keyin tahlilga qarab turib ma'no aytish, uning ma'nilaridagi o'zgarishlarni surishti qilish. Ma ahvollar inshaalloh balog'atning ahvoli, ammo kuchimizning yetgancha mushu o'quvchilarimizning imkoniyati, hozir mushu o'qiyotgan o'quvchilarimizning imkoniyati yor bergancha uni tushuntirib beramiz. Har holda uning qup-quruqliqi labzlarlab to'xtamaymiz. Ma'nini bog'lab, lekin bizning asosli ehtimomimiz, oldimizda o'tirgan o'quvchilarning asosli saviyasi biz o'zimizga ayon bo'lg'achqa ularga yiqishadigan shaklda, maskaladigan shaklda labzidan hal qilmaymiz. Ammo muhim taraflarida ancha-muncha ma'nilar o'tib qo'yamiz. Keyin inshaalloh balog'at o'qigan vaqtda foyda so'radi. Endi nahvining ahvoli shu bo'lsa, biz nahviylarning ichidan shu al-Hidaya fi an-Nahv nomli kitobni tanladik. Sabab amaliyotda men bayatni deb o'tganimdek, bu nahviy sohasida yozilgan kitobning haddi hisobi yo'q. Bak ko'p. Cho'ng, kichik. Masalan, necha tomliq, masalan, addiy, buningdan addiy kitoblar intayin ko'p. Endi biz ma kitobni tanlab qilishimizning sababi kitobning nahvining mazmunlarini ratlab babga ayirib bizning hazm qilgudak, as-saqlayolgudak shaklga kelish masalasi. Endi ma'lum bilamiz, nahviy bir parcha mazmunlarni o'z ichiga oladi. Masalan, fa'il, maf'ul ayrim mazmun. Masalan, marfuat, mansub ayrim. Masalan, alfiga qarasak, har bir babda bir mazmun asos qilib, babga bilib so'zlaydi. Va undan boshqa kitoblar va ajrumiya, masalan. Undan boshqa kitoblar, nahviy kitoblar mulaxas va hozirgi o'quvchilar ko'p o'qiydi. Mulaxas. Mush kitoblarning hammasida mazmun ketaveradi. Agar shu mazmunlarning hammasini o'zlashtirilsa, intayin isl kitoblar, ammo o'quvchining taqdi az gap qilib, re'liyamagan vaqtida kallasida nahviga nisbatan bir iz qolmaydi, xarit sezilmaydi. Kitobningki eng asl tarbi grammatikani butunlay radga turg'iz. Biz hali bu nuqtani sal turib muayyonlashtiramiz. Buni muayyonlashtirishdan ilgari biz kitobning avtori haqida bir to'xtalaylik. Kitobning hozirgi biz o'qiyotgan shakli tahqiqlangan shakli. Ya'ni darslarga ayrilgan 56 darsga ayrilgan, har darsda ko'nikmalar, savollar berilgan, bizning o'qishimizga nisbatan nihoyatda maskaladigan shaklda tahqiq qilingan. Kitobning aslisi Hidayatun Nahvi shaklda biz vatanda ko'p qo'llanayotgan kitob, namanglar uni bilasizlar yoki ko'rgan yoki izlab baqsanglar ko'rasizlar. Shu kitobning avtori haqida ba'zi bir aniqsiz ma'lumotlar bor. Avtor kim u degan babda jiq iznib baqdim. Ba'zi nusxalarda al-Allama Sheyx Sirajiddin Osman Avdahi ad-Dahlavi al-Hindi, yani Hindistonlik bir ulamoning ismi yozilgan. Hindistonlik. Bu kitoblarning izohatida Allama Sirajiddin Hidayat Nahvi degan kitobni Sheyx Ibn Hojibningki
El-Kafiye namlı kitabıdan aynen şekilde addiylaştırıp, özgertip, qana qilgan yezib chiqqan. Kitapның umumu qurulma, umumu bab, urullaştırılış ve tertip cəhətdə Kafiyenin aynısı degan izahlardirilgan. Ama bazı nusxalarda, men ko'rgan bazı nusxalarda, şu burunqi kona mahtutat nusxalarida Allama Ebu Hayyan Muhammed ibn Yusuf el-Andalusi degan o'limoningki Ebu Hayyanning ismi yozilgan. Ama bizga nisbatan o'xshash, lekin hamda ilmiy nuqtadan o'qiyotgan kitobimizning avtorini bilish haqqimiz bo'lgancha, shu biz ikki o'limonning ismini yozdik. Mushuni tunaymiz ham. Bizga nisbatan qaysi yozib bo'laverdi? Alloh qaysi yozgan bo'lsa, yoki boshqa qismi o'xshash, ajrini bersin o'xshash. Amdagi masala bizning aloqa tarjih qilishimizda, xususan mening tarjih qilishimda, hamda o'zimning shaxsiy o'yimda mushu Şeyh Sirajiddinning yozish ehtimoli sal zo'rroq. Sabab nima desa, hammadan bilamiz, kitobning taqilish doirasi mushu Hindistonni markaz qilgan shaklda sharq rayonlarga eng ko'p taqiliqliq. Masalan, hozir Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, undan keyin bizning rayonlar, O'rta Osiyo, masalan, marollarda eng ko'p qo'llanilgan kitobning birisi. Endi Kafiyening taqilishi shu rayonlarda taqilgan asli. Shu nuqtadan hamma kitobning tartib bu jihatdagi butun ahvoli Kafiyega aynan o'xshaydi. Mush nuqtalardan shu midu degani tarjih qilamiz. Ham balkim Allama Ebu Hayyan buni yozgan bo'lishi mumkin. Alloh har ishkilisiga ko'p katta ajrlarni bersin. Qiyomat kunisi hasanat mizonlarida qilib bersin. Endiki bizning oldimizda turayotgan kitob ismi Hidayet-i Nahvi'den özgertilip El-Hidayet-i Nahvi. Özgertilişinin sebebi tahqiqlangan. Yani bayatın degenimdek o mahtutat qol yazım bo'lib qalsa, andakin tertip jihatda kunlik darsga ayrilmagan bo'lsa, ma kitobni Pokistondagi El-Majma'ul Ilmi Islami kitobning yaxshilik nuqtasi. Amaliyotda kitob biz ustozlaridan naql qilgan umumi ma'lumotlarda buningdan boshqa o'qilgan nahv kitob yo'q deklam. Shu ma'ni dastlabki har qanday o'quvchining ibtidoiy shaklda o'qilgan nahvisi mush bo'lib, bundan o'tsa Kafi, undan o'tsa Alfi o'qiydigan. Yoki Alfi o'qimasa Kafining sharhisi Sharh Mulla deb qo'yamiz, Mulla Isomiddinninki Kafini qilgan sharh. Shuni o'qiydigan. Mundaq bir naqllarni anglagan, mundaq asarlarni anglagan ham ustozlarimizning og'zidan. Shuni qarаған vaqtda yaqinqi mobaynida maktab eng ko'p taqilgan kitob. Bu ko'p taqilib mashhumunda o'quvchilarga favqulodda nahvini o'rgatilgan, o'quvchilarga kallasida nahvini to'g'zalagan grammatikini. Mush nuqtadan bu kitoblarga nisbatan ko'ngil bilish favqulodda ko'p bo'lgan. Mush yaqinda ham mushu Majma'ul Ilmi Islami Pokistondagi maktabni maktabninki o'qish soatlariga mos shaklda 56 darslik qilib sual kunukmi o'rnatib o'zgartgan. Yeni bir o'zgartish, yeni bir nusxasi bor buningki Al-Hidayat-i Nahvininki 96 atrofida, shu atrofda bir darslik qilib, odatdagi ma'noda bir dars qilganini 2 darsga bo'lib, bundaqa bir nusxalarimiz bor. Endi biz haliqi darsning sonining ko'payib ketib, o'quvchilarning zehnining chechib ketmaslik uchun o'sha 56 darslik nusxasini tanlab foydalanyapmiz, uzun bo'ldi. Hozir bizning o'rganayotganimizmi mushu kitob. Ya'ni Al-Majma'ul Ilmi Al-Islami Pokistondagi mushu markazninki tahqiqlagan nusxasi, avtori ya Şeyh Sirajiddin yoki bo'lmasa Ebu Hayyan Al-Andalusi, qaysi bo'lsa Alloh hammamizga rahmat qilsin. Mushu kitoblaridan bizga va bizning keyingilarga manfaat bersin. Kitobning ajrini hammalarninki hasanat mizonlarida qiyomat kunisi bir kishilik vazni qilib bersin. Kitobninki muqaddimalarini o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Biz darsning birinchi darsidan boshlaymiz. Ham darsni boshlashdan ilgari biz bayatdan kitobning tartibi to'g'risida azroq bir gapib qoldik. Kitob tartib jihatda, mazmunni ratlash jihatda nihoyat esil ratlagan. Bu mazmun o'quvchilarga nahvini xaritasini sizib bergan. Nahvi degan o'quvchining kallasidan turadigan holatga kelgan. Ham tabiiyki bir darsni o'quvchi damalliq o'zlashtirib turishi notayin bo'lib, arab til grammatikalari sal murakkabroq.
mazmunlarni cheklangan shaklda, bog'lamagan, ratlanmagan shaklda o'rgansa, shu soatlik darsni o'zlashtirishi mumkin. Kitoblarda kelib qolsa shu soatlik darsni balkim tatbiqlab ishlatilishi mumkin. Ammo vaqtning o'tishiga ergashib, kallasi bir bog'langan bir xarita, sizib olgan bir tartib bo'lmag'achqa esdan ko'tarilib, andan nahvining umum mazmunlari birimda kallasi xaritalashmasligi mumkin. Ammo kitobning tartibi bizni ratlik shaklda xuddi yo'l xaritasini sizgandek sizib tartib bo'yicha opirdi. Inshaalloh o'quvchimiz ahamiyat bersa, biz har kuni darsning oldida kitobning umumiy xaritasini ma'lum mazgilgacha takrorlaymiz. Takrorlab har kun o'qigan darsni shu xaritaning ichidagi o'z o'rnidan o'quvchilarga belgilab beramiz. Shu orqali o'quvchilarimizning kallasida kitob umumiylik bir qatim xulosalanib qolsa ajab emas. Kitob do'stlikda ko'rsatilgandek shu kitobning umumiy qurilmasi 3 mazmunni cho'ng jihatdan asos qiladi. Birisi al-ism. Yani birisi al-fi'l, yani birisi al-harf. Abdur kitobni nahvi fanni hisobda cho'ng jihatdan 3 bilan bog'lagan. Biz bu kitobni bir xulosalayapmiz. Ism, fi'l, nima, harf deb cho'ng jihatdan 3 nuqtaga, yani 3 turga bo'lgan. Biz o'quvchilarimiz shuni qilib tutib olish kerak. Biz o'qimoqchi bo'lgan kitob, ya'ni nahvi 3ga bo'linadi. Ism, fi'l, nima, harf. Ism, fi'l, harf. Ya'ni bu kitob 3 bob yoki 3 qism. Ism, fi'l, harf. Tamam. Ismdan boshlaylik. Ism cho'ng jihatdan 2ga bo'ladi. Al-ismul mu'arab vel-ismul mabni. Yani cümledeki grammatikalik o'rni va grammatikalik ifodalar va ism grammatikalik ifodasi yo'q, yani o'zgarmas ismlar, mabni ismlar. Bunda biz ismni nechaga bo'lib oldik? 2ga bo'lib oldik. Ismul mu'arab va ismul mabni. Andan ismul mu'arab deganimiz grammatikalik o'rnining o'zgarishiga qarab ismda bo'ladigan o'zgarish natijasida 3ga bo'lamiz. Grammatikalik o'rnining ta'sirida ismda bo'ladigan grammatikalik alomatlarga qarab turib yoki o'zgarishga qarab turib 3ga bo'lamiz. Ya'ni al-marfu'at bosh kelish xarakteridagi ismlar degan gap. Garchi bir nurg'ular bosh kelish xarakteri emas, lekin uning qo'yiladigan alomat belgilar i'robning alomatlari bosh kelish xarakterida qo'yiladi. Bu nuqtadan marfu'at al-mansubat, ya'ni tushum kelish xarakteridagi ismlar vel mecrurat, yani iyilik kelish xarakteridagi ismlar deb ismul ma'rabni 3ga bo'ldik. Ya'ni al-marfuat, al-mansubat, al-majrurat. Tamam. Birdan kelaylik. Marfuat ismlar jami 8. Al-fa'il, naibul fa'il. Albatta hammalar ma'lum darajada arab tilini o'qib bo'lganlar o'qiysizlar bu kitobni. Shunlar biz o'z navbatga vaqt tushuntiramiz, ammo hozir tushuntirib bo'lmaymiz ham buni, ha. Al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada, al-khabar, khabaru inna wa akhawatiha, ismu kana wa akhawatiha, ismu ma wala al-mushabbihat bilays, khabaru la an-nafiya lil jins. 8 turlik marfuat var. Yani fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, inna va inning hamralarining xabari, kana va kananing hamralarining ismisi, laysiga o'xshaydigan mavolaning ismi va turni chiqarish uchun kelgan laning xabari. Mavo marfuat. Mansubat 12 turlik mansubat bo'ladi. 5 maf'ul, maf'ulun mutlaq, maf'ulun bih, al-maf'ul fi, maf'ulun lah, maf'ulun ma'a. Hal tamyiz mustasna, inning ismi kananing xabari, la bilan zabar qilgan ism, ma va laning nimasi xabari qatorliq 12 turlik mansubat bo'ladi. Majrurat 2 bo'ladi. Al-majrur bi hurufil jar, harf jarning sababidan zarur qilgan ismlar, yana birisi mudofillay. Ashta bo'lib biz cho'ng jihatdan nahvini 3ga bo'lib oldik. Ism, fi'l, nimo, harf deb. Ismni 2ga bo'ldik. Ismul ma'rab, ismul mabni deb. Ism ma'rabni 3ga bo'ldik. Marfuat, mansubat, majrurat deb. Marfuatni 8ga bo'ldik. Fa'il, naib fa'il, mubtada, xabar, xabaru inna, ismu kana, mavolaning ismisi, la nafiya lil jinsning nimasi xabari. Mansubat 12ga bo'ldik. Maf'ul mutlaq, maf'ulun bih, maf'ulun fi, maf'ulun lah, maf'ulun ma'a. Hal tamiz mustasna, inning ismi kananing xabari, la bilan zabar qilgan ism, ma va laning nimasi xabari. Majrurat 2 birisi harf jar la bilan zabar qilgan ism, nimasi muzaf ilayh. Demak, ma 3 turlik ismlar.
marfuatlar, mensubatlar, majruratlar jumladagi grammatikalik o'rnining ta'sirida andiki mush o'ringa ega bo'ladi. Jumlada o'rni va ularninki. Marfuat 8 turlik ismning jumladagi o'rni bosh kelish xarakteridagi o'rin. Buni so'zlaymiz inshaalloh. Mensubatdagi 12 turlik ism egil tushum kelish xarakteridagi o'ringa ega. Bularning ta'siri buning i'roblarida ko'riladi yoki oshkora yo'shirin shaklda. Majrurat jumlada egillik kelish o'rnidagi ismlar. Endi ismlarning ichida jumlada nasb qiladigan yoki raf'i qiladigan yoki jar qiladigan ismlar va bularning raf'i, nasbi, jarlari grammatikalik o'rniga qarab emas, balki oldidagi jumlalarga ergashmish shaklda, oldidagi so'zlarga ergashmish shaklda o'qiladigan ismlar bor. Buni biz odatda tavobi deb qo'yamiz. Bular 5, birisi an-na'at, yani birisi at-ta'kid, yani birisi atf bil huruf, yani birisi al-badal, yani birisi atf bayan. Mush 5 turlik ism o'xshashlar jumlada marfuat, mansubat, majrurat shaklda kelalaydi. Shuning alomatlari, i'roblari biriladi. Ammo jumladagi grammatikalik o'rni tufaylidan emas, balki oldidagi ismga ergashma tufaylidan. Ergashib turib o'qiladi, o'zining grammatikalik o'rnida emas. Ma'vo ismni arabning masalasi. Aniq ism mabniga kelsak, ism mabnilar grammatikadagi o'rni, grammatikalik jumladagi o'rni ularning sirtqi holatiga yoki i'rob shu grammatikalik o'rinning alomatlarini paydo qila olmaydigan, alomatlarga ta'sir ko'rsatmaydigan qatqan ism deb qo'yamiz odatda. Ya'ni o'zgarmas ismlar. Bular 8, birisi almashlar, damairlar, asmaul ishorat ko'rsatish almashlari, al-asmaul mavsula nisbiy almashlar, asmaul af'al fe'l ismlari, asmaul asvat ovoz ismlari, al-murakkabat birikmalar, al-kinoyat kinoyi so'zlar, masalan, almashma so'zlar, az-zuruful mabniya bir qism mabni xarakteridagi ravishlar qatorliq shu 8 turlik ism mabni bo'ladi. Unda olganda biz cho'ng jihatdan kitobni 3 ga bo'lgan ism, fe'l, harf. Ismni 2 ga bo'lgan ma'rab, mabni. Ma'rabni bayatdan qadar 3 ga bo'ldik: marfuat, mansubat, majrurat. Marfuat 8, mansubat 12, majrurat 2. Bularga ergishib keladigan 5 turni tavobi deb qo'yamiz. Andan mabni necha turlik bo'ldi? 8 turlik bo'ldi. Mushu mazmunlar oyoqlasa nahviy babidagi ismning masalasi oyoqlashgan bo'ladi. Ham jumlaningki i'rob, bino, masalan, i'rob, bino, grammatikalik o'rnining ta'siri yoki o'rnining ta'siri olmasligi qatorliq masalalar mushada oyoqlashadi. Endi kitobning ikkinchi qismi fe'lga kelsak, shu fe'lning har xil turlari bor. Shu fe'llarning turlari bilan to'xtaymiz. Chunki fe'lning grammatikalik o'rin, bu masalalarni biz mu'rab mabni so'zlab bo'lamiz. Garchi u ism bor bo'lsa-mu, fe'lning mu'rab bo'lganlari bor. Shu mu'rab bo'lganlarninki grammatikalik o'rinlari ana so'zlanib bo'ladi, faqat turlarini so'zlab qo'yamiz. Bo'ldi qilamiz. Masalan, fe'l desa, modi fe'lning ahvolini so'zlaymiz. O'tgan zaman fe'lninki al-fi'lul mudari, hozirgi zaman fe'ldan kelgusi zaman fe'li. Fe'lul amri, buyruq fe'lisi. Fe'llarninki iniq turi, al-fi'lul ma'lum. Al-fi'lul majhul, iniqsiz turi, o'timsiz fe'llarning turlari, o'timlik fe'llarning turlari. Qalb uqumini ifodalaydigan fe'llar, masalan, qalb uqumini ifodalaydigan fe'llar. Andan keyin af'alun naqisa, to'liq fe'lning rolini o'ynayolmaydigan qo'shimcha shakldagi naqis fe'llar deb qo'yamiz. Af'alul muqaraba, sharikatning yaqinlashganligini ifodalaydigan qo'shimcha jumlada qo'shimcha bo'lib keladigan fe'llar. Mush qo'shimcha bo'lib keldi degandan keyin ham tarjimasi qo'shimcha chiqadi bundanki. Ta'ajjub fe'llari, ta'ajjubni ifodalaydigan, andan keyin zam va madhiga ishlatiladigan fe'llar qatorliq bir nechta turli fe'llar va mushlarni amaliy tadbiqotlar bilan o'qib o'tamiz inshaalloh. Harf desak, huruful jar, al-huruful mushabbaha bil fi'li, fe'lga o'xshaydigan harflar, al-huruful atf, hurufut tanbih, hurufuz ziyada, hurufun nida, huruful ijab, harfat tafsir, hurufut tahdid, harfut tawaqqu, huruful istifham, huruful shart, harfur rad', qatorliq harflar va tanvinning turlari va ta'kidning nun qatorliq turlar bilan harfning bayoni tugaydi. Har turining oxirisida bir son qo'yilgan, huruful jar desa 19, masalan, hammasi son, shu harflarning sonini belgilaydi. Mushu bo'yicha kallamizda garchi tafsili tushunmasak hozir, masalan, huruful mushabbah bil fil desa albatta o'qimoq odam tushunmaydi. Lekin ha shunda bir narsa balkim filga o'xshaydigan harflar bor ekan. Huruful nido desa nido harflari bor ekan. deb bo'lsa-mu mushitlik shaklda kallada bir tug'izib olish kerak. Mushuni tug'izib bo'lgandan keyin kallamizga mana mushu qoida, mushu xarita
grammatikning umumiy liniyasi besh kallamizda ras o'rnab bo'lgandan keyin zehnimizda qaror tepib bo'lgandan keyin biz kitobda shularning birdan bilamiz. Kitobimizning umumiy mazmuni mushu xaritida, mushu jadvalda bayon qilingan yerdan sirt emas. Ba'zi qo'shimcha mazmunlarni hisob qilmaganda mushuning ichidan ham aylanamiz, mushu sohatlar mangamiz. Anda olsa biz dersimizden birinci dersini başlayalım. Belki birinci dersimizde asasi mezmuna kirmeyimiz. Yani Abdur özü demek çoğun bir kısım mezmunla, ifade demek çoğun bir kısım mezmunla müşahit toxtulumuz. Abdur davatıda dersul evvel. Birinci ders el-muqaddime fil mebadi التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها ثلاثة فصول. Abdur bizga darsning beshidla taxta darsning asosiy mazmuniga kirmaymiz, balki kir so'z shakldagi oldin o'qib olishga tegishli bir qism mazmunlarni 3 faslga bo'lib so'zlaymiz. Davatudaki al-muqaddima kitobimizning kirish so'zi, muqaddimasi fil mabadi bir bo'lib prinsiplar haqida sutaq kitobning asosiy mazmuniga kirmaymiz taxa. Bu qanday prinsiplar desa, allati yajibu taqdimuha bularni oldiga akilish. Taqdimuha degani kitobning beshiga akilish. Oldiga muqaddam keltirib, hozir so'zlab o'tish yajibu lozim nimishqa li tawaqqufil masail alayha. Kitobning qolgan masalalari shu prinsiplarga qarashli bo'lib qolganligi uchun biz mana avval o'qiyotmizlar kitobning asosiy mazmunlarini tushunishimizda qiynalib qolamiz. Bu prinsiplar yoki bu muqaddimada 3 paragraf, 3 fasl va bizda 3 faslda kitobning asosiy mazmuniga hozircha kirmaymiz. Ya'ni 3 fasl kitobningki bizga bir qism bilib olishga tegishli, oldin bilib olishga tegishli muhim mazmunlarni deb bermoqchi. Unda o'zkilayli birinchi fasl al-fasl al-awwal ta'rif ilm an-nahw. Avval biz nahvi fanni tunishtiramiz. Endi bayat men darsning oldida nahvining tarixi to'g'riliq qisqacha tushuntirish bergan. Bunun kelib chiqish ahvoli, buningga bo'lgan ko'ngil bilish, undan keyin buning doirasi to'g'riliqmi azroq gap qildim. Shu gap jarayonida mandaq bir gaplarni balkim diqqatinglarda bor. Ya'ni nahvi jumlalarning qurilmasiga ahamiyat beradi. Qurilmasini bahs qiladi, qurilmasini tadqiqot qiladi. Undan keyin biz bayatdan darsning umumiy xulosasini degan vaqtda nahvi 3 xil narsa din tarkibda bu ism, fe'l, harf. Mush gapni birlashtirsanglar arab tilidagi butun jumlalar xarakter 3 xil so'z turkumiga tabi. Jumlani tahlil qilib, jumladan ayirib chiqsak, butunlay ya ismga tabi, ya fe'lga tabi, yoki nimaga tabi, harfga tabi. Bir jumlani tahlil qilish degan gap, jumlaning ichidagi 3 xil so'z turkumining oldi-keyini tahlil qilish degan gap, o'rnini tahlil qilish degan gap. Unda bo'lsa nahvi jumlaning qurilmasini tahlil qiladi degan gap, jumlaning ichidagi 3 xil so'z turkumini tahlil qiladi. Undan keyin men bayatning jumla darsidan keyin umumiy mazmun tunishtirgan vaqtida mu'rab, mabnilik, mu'rab degan jumladagi grammatikalik o'rni va buning ma'lum belgisi bor. Mabni jumladagi grammatikalik o'rni bo'lsa-mu, lekin buning belgisi yo'q. Yani oxirisi o'zgarmaydi dedim. Mujning asosan nahvi nimani tadqiqot qilganda qiladi. Shu jumlalardagi mu'rab so'z turkumi, mabni so'z turkumi, mu'rab so'z turkumining jumladagi grammatik o'rni va o'zgarishlar, mabni so'z turkuminingki jumladagi grammatik o'rni va o'zgarmaydiganligi qatorliq masalalarni tadqiq qilganda qiladi. Unda Abdurga qaramasdan o'zimiz bir nahvini ta'rif qilib boqaylik. Shu yuqoridagi tushuntirishlar bo'yicha nahv degan nima ekan esa jumlaning qurilmasini, ya'ni jumlaning ichidagi 3 xil so'z turkumini va shu 3 xil so'z turkuminingki oxiridagi o'zgarishlarni bahs qiladigan fan deb tushunsak bo'laveradi. Bir ta'rifatlarni kitobdan o'rganmay, o'zimiz izlanib, o'zimiz qilib akab baqsa qiladi. Garchi bizning kelgan yakunimiz Abdurning sal farqli chiqishi mumkin. Kitobning sal farqli hech qisi yo'q. Kitobdagi shu ta'rifat muqaddas ta'rifat emas. Balki Abdur eng yaxshisi deb bizga sunig'ini. Ham bizlarga o'zimiz izlanib, shunga yaqinlashsak, bizning cho'ng g'alabimiz bo'ladi. Men bayatdan so'zilgan mazmunlarda sizlarga bir narsani xulosalab berdim. Nahv degan nima degan vaqtida jumlaning qurilmasini, ya'ni shu jumlaning ichidagi qurilmaning tarkibi bo'lgan 3 xil so'z turkumini va so'z turkuminingki oxiridagi o'zgarishlar, chunki grammatikalik o'rni, mabnilik.
Grammatikalik o'rni, mu'rablik masalan. Mu'rabda munda o'zgarishlar bo'ladi. Mabnida munda o'zgarishlar bo'lmaydi. Mush nuqtalarni bahs qilib, jumlaga baho qo'yib chiqadigan, mark chaplab chiqadigan fan nima bo'ladi? Nahviy bo'ladi. Abtur Davud'da hamda biz o'zimizning aloqa xulosasidan mulohizasidan boshqa Abturninkiga qarab baqayli. An-nahwu ilmun bi usulin tu'rafu biha ahwal awakhir al-kalima ath-thalath min haythu al-i'rab wal-bina wa kayfiyatu tarkib ba'daha ma'a ba'd. Nahviy deganimiz bir-bir qoidalarni bilish deydi. Ilmun bi usulin bir qoidalarni bilish ki to'rafudagi keyingi jumla usulning sifati emasmi? Bir qoidalarni bilish ki shu qoidalar orqali 3 xil so'z turkumining oxirisi avaxir al-kalima ath-thalath degani 3 so'z turkumining oxirining ahvollari mu'rablik nuqtadan va mabnilik nuqtadan tuniladigan va u 3 xil so'z turkumi ba'dihadiki ha aşı el-kelime selef qaytıdı. 3 xil söz türkümününki öz ara ba'diha ma'a ba'd degan gap öz ara degan gap ikkisini qo'shib öz ara bir kishininki tarkib bir kishininki qandaqlik ahvoli to'g'raf bilinadigan tuniladigan qoidalarni bilish nahviy bo'ladi. Bayat biz yakunlab qoldik. Endi nahviy degan nima desa jumla qurilmalarini bilish. Qanday gap jumla qurilmalari desa 3 xil so'z turkumidan tarkib topgan jumla qurilmalari. 3 xil so'z turkumininki mabni mu'rablik masalasi va bulardagi o'zgarish ahvoli va jumlada oldikayni o'rinlashtirish, qurashtirilish, biriktirilish ma ahvollari bilinadigan fan nahviy. Qayta chiqaray. Nahviy degan nima desa 3 turlik 3 so'z turkumininki oxirininki mu'rab mabnilik tarafdagi ahvollari va shularning o'zaro birikish kayfiyati tuniladigan fanlarni yoki qoidalarni bilish nahviy bo'ladi. Qayta nahviy deganimiz nima desa 3 so'z turkumininki mu'rab mabnilik tarafdagi oxirining ahvollari va ularning o'zaro birikishining qandaqligi shu orqali bilinadigan qoidalarni bilish buni bo'ladi nahviy bo'ladi. Mencha tushundingmi deyman. Demak nahviy degan mushkan. Anoganda nahviyning asosliq nishon qilmoqchi bo'lgan markaziy obyektisi, ya'ni nahviy orqali nimaga erishmoqchi desak, biz bayatni darsning boshida tushundik. Arab tili qurilmalarini qanday qilib bilish. Arab tili qurilmalarini mulohiza qilish, shuni tushunish, undan keyinchi shuning keyingi shundan ma'noga o'tish. Ammo ma'no nahviyning vazifasi emas. Nahviyning vazifasi qurilmani tahlil qilib berish, biz ma'noga o'tish uchun balog'atga o'tamiz. Am Abturmida aytadi, "Val gharadu minhu." Nahviydan bo'lgan maqsad arab jumlalarida lafziviy xatolikdan tilni saqlash. Lafziviy xatolik degani dal qurilma xatoligidan, qurilmani to'g'ri tahlil qilish. Anoganda buning asosiy g'arzi jumlaning qurilmasi bo'lgan ekan, uning tadqiqot obyekti jumla va jumlaning ichidagi nimoz jumlaning parchasi bo'lgan so'zlar. Shu Abturmida aytadi, "Va mavduuhu." Buningki temisi tadqiqot obyekti nima bo'ladi? Al-kalima val kalam. Shunga bugungi darsimizning xulosasi, birinchi o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz an-nahwu ilmun bi qawaidil kalam al-arab. Qaranglar, boshqacha xulosalaymiz. Ya'ni grammatika degan nima desa, arab tilining qoidalarini bilish. Arab tilining qoidasi deb bo'lib, qanday qoida desa, min haysul i'rab wal bina. Ya'ni jumlaningki grammatikalik o'rni bo'lish, bo'lmaslik. Yana texim oddiylashtirish vaqtimizda nahviy degan nima desa, qurilmalarni, arab tilining qurilmalarini tahlil qiladigan, mulohiza qiladigan fan. Masalan tushunsak bo'ladi. Lafziy qurilmalar bas. Andigan buning ahamiyati desa, bayatni degandek qurilmalarni to'g'ri tahlil qilish. Texim uchun qurilsak qurilmalarni to'g'ri tahlil qilish orqali biz undan keyingi bir maqsadimiz bor. Qaysi maqsad u? Ya'ni ma'nolarni to'g'ri chiqarish. Albatta u balog'atning vazifasi, lekin navbatdagi nahviydagi vazifa qurilmalarni to'g'ri tahlil qilish. Ya'ni ahamiyati tilni jumlalardagi xatolikdan saqlash. Bu aloqa bizga nisbatan oddiy gap, lekin texnik uchun qo'shilgan vaqtimizda qurilmalarni to'g'ri tahlil qilish. Qurilmalarni to'g'ri tahlil qilgan vaqtimizda biz o'qisa xato o'qimaymiz, tushunsa xato tushunmaymiz, tarjima qilsa xato tarjima qilmaymiz. Shu tilni saqlash degani shu. Xo'sh, undan keyin biz bayatni dedik va mavduuhu. Buningki temisi, ya'ni shu nahvining asl tadqiqot obyekti biz degandek
cümle ve cümlenin içindeki cümlenin parçası olan sözlük. Yani sözlükni bayatımız ism, fe'l harfi de qolmasmi? Shu narsalar bas. Shunga Abdur gapni nerdan boshladi? Ikkinchi faslda al-kalima va aqsamuha. Ikkinchi faslda söz va so'zning turlari. Avval ma'no tushunish kerak. Dedik. Biz taqdirimiz asos mazmun kirmoqda. Hozirgi masalalar hammasi shu dastlabki mazmun, dastlabki muqaddima shaklda kitobning asosiy mazmuniga yordam bo'ladigan, shuni tushunilish uchun asos ma'no tushunish kerak bo'lgan bir qo'shimcha mazmunlar. Anda o'z kelayli kalima degan nima? Ammo mushadaraqa turas nahvining turas izohatlarida bir qism kitoblarda mushana nait inchga mantiqiy qoidalarga sabab jami ma'nilarini chiqarib har xil izohatlarni qiladi. Mencha o'quvchilarimizninki normal nahv o'rganishi yoki hozirgi amaliy saviyasiga yarasha u mazmunlarni so'rash hojatsiz mazmun bilan o'tib ketamiz. Kalima degan nima desa, yolg'iz mufrad degani yakka bir degani, yakka ma'no, uqum degan gap, ma'no degani. Yakka uqum uchun belgilangan so'z. Uqum va so'z. Uqum so'z bo'lib qolsa kalima bo'lmaydi. Unda o'ganda biz jumlalarni tahlil qilganimizda ma'no chiqsa, ma'no degan uqum chiqsa, biz bir narsa shuningdan bir narsa tushunsak, yakka bir uqum masalan, qanday az bo'lsin, ko'p bo'lsin. Masalan bizning so'zlarimizning ichida min sen nereden dese, ben pulanı yerdin demek olsak. Ana minel Hind diye mesela. Ben Hindistan'dın. Aydaki mineldeki minden din diyen bir okumunu aldık. Min her kelim söz aşı şu. Hind diyen sözden Hindistan diyen okumunu aldık. Aşı söz şu. C tu dese kel c tu dim keldim. Kaç okum bakayım bu yerde? İşte okum var. Birisi kiliş. Yani birisi mening kelishim. Andaganda bir o'qim jitdan chiqdi. Ikkinchi degan o'qim, men degan o'qim tudan chiqdi. Andaganda necha so'z bor ekan? Ikki so'z. Jaa bir so'z, tu bir so'z. Demak, yakka o'qim degani shu. Boshqa narsa emas. Shunga ar-rajul tarjima qilgan vaqtda heliqi odam deb tarjima qilamiz shu. Heliqi odam. Qancha o'qim bor bu yerda? Ikki o'qim bor. Heliqi Adam. Andaganda necha so'z ekan bu shu? Ikki so'z. Erdeki alif lam bir söz, tahlil qilgan vaqtimizda rajul bir söz. Buni eng yakki bir so'zga aylangan vaqtda rajul. Mujni o'xshashlar masalan. Mavkimning li, meningki. Mening deganda ikki hukum bor. Men bir hukum, ning bir hukum. Deganda necha so'z bor ekan? Ikki so'z. Demak, li ma'nan mufrad degani yakki hukum degani har bir yakki hukumning egisi bo'lgan so'z bir so'z hisoblanadi. Har bir yakki hukumning egisi bo'lgan so'z bir so'z. Biz cümleni halaqama biz Uyg'urda tarkib qo'ydi deymiz emasmi? I'rob bo'yicha ayirgan vaqtimizda mushta ayiramiz. Yakki uqumni asos qilib ayiramiz. Har bir so'zni birdan ayiramiz. Uning keyinidan jumlaning grammatiki bo'yicha ayiramiz. Hozir biz yakki so'zniki bilan qilyapmiz. Yakki so'z 3 qismda to'xtaydigini 3 so'z 3 turli bo'ladi. Birisi ismun va fi'lun va harfun. Yani ism, fe'l, nima harf bayatın degandek. Endi ism, fe'l, harf deganni biz Uyg'urcha o'zimizning tildagi so'zdan asal qilib tushunsak, ism degan odam va narsalarning nomini bildiradigan narsa. Ism. Fe'l deganimiz odam va narsalarning harakatini bildiradigan narsa. Harf deganimiz qo'shimcha birliklar masalan endi. Mushu to'g'ri o'qim asli. Mushu to'g'ri change asli. Ammo grammatikalik tahlil qilgan vaqtida sözning izohati birisi uning ifodalagan uqum bilan va uqumiga yondashgan qo'shimcha yo'linish bilan ayriladigan bo'lg'achqa Mavla unda ifodalamaydi. Arab tilida unda tushuntirilmaydi. Bizlar qiladiq-ku ism odam va narsalarning nomi, fe'l odam va narsalarning harakati masalan, lekin Mavla unda emas. Har birisining avval bir uqumini ifodalaydi. Diqqat. Bular tushuntirdiki, nima uchun so'z 3 turli bo'ladi desa, so'zni tashurgandagi bunda 3 xil ahvolni bayqadik deydi. Li'annaha chunki u so'z imma yoki o'zi mustaqil bir ma'noni ifodalayolmaydi. O'zi mustaqil ma'no chiqmaydi. Qarab baqsaq ji'tu minal hind degan mushu jumlada har birini tahlil qilaylik. Ji'tuni tahlil qilsak ja'a tu. Ja'aning ma'nosi keldi. Bir tushundiq bir narsa, bir ma'no bor buningda. Tu men ma'no ifodalaydi. Minal hind degan min din. Din degan gap hamda. Shu din Uyg'urchada minning ma'nosi din.
din keldimi yoki din oldimi yoki din qildimi ishqa bir xil har xil ma'nolarga ehtimollik ekan bu-chu. Chunki arab tilida arablarning ma'nosi bir xil emas. Din boshlab, din keldi, shundaymi? Dinning bir qismi, masalan, jumlaga o'rni qarab, masalan, akhaztu minal fulus. Mushurundagi men din degan ma'noda, lekin bu yerdagi uqumaning bir qismini oldim. Shundaymi? Fajtani burritsa minal awsan. Sizlar butun iborat nejisdan neri turinglar. Din iborat mana bayon. Masalan, sirtu min urumchidan boshlab meng'idim. Bu boshlab endi yolg'iz din men degan so'zni kelib qo'ysak, sadr bayatma aytgan bir qancha ma'noning qaysisi chiqmaydi bu yerdan. Din boshlabmi, din tatibmi, din akeldimi, din oldimi, ning ba'snimi, din iboratmi chiqmadi. Demak, mustaqil o'zining ma'nosini ifodalaydi. Uqum bor o'zida, lekin ifodalay olmaydi. Mendagi bir ikki nuqtani tushuninglar. So'zning hammasining uquми bor. Ifodalash masalasi. Harflar yolg'iz kelsa ifod. Shu uqumini ifodalay olmaydi. Uqumi bor, lekin ifodalay. Shu Allah tadulla degani ifodalay olmaydi. Bu harf. Bunlarni harf deb ism qo'ydik. Yoki o'zidagi fi nafsiha bir uqumni o'zi mustaqil ifodalayoladi. Yolg'iz ekansak ifodalay, xuddi ana desak men degandek, ja desa keldi degandek masalan. Va uning ma'nosi 3 zamonning biriga juplashganligini, chiqqan ma'no, chiqqan uqum hech qanday bir narsaning yordamisiz zaman tavalligi bor. Masalan, bu yerda keldi o'tgan zaman. Keldu kelgusi zaman. Kelawatudu hozirgi zaman. Bunun hech qanday qo'shma yo'q masalan. Ja'ani o'zdilam. Yeji o'shuni. Bizni o'xshaganlar. Mana buni biz fe'l deb ayiramiz. Yoki o'zligi mustaqil bir avtadulla ala ma'nan fi nafsiha, o'zligi mustaqil bir ma'noni ifodalaydi va lam yaqtarin ma'naha bi ahadil azmina. Buning ma'nosi zamonlarning bir kitobi emas. Uqum bor, ma'no bor, zaman yo'q. Muhammad, man, u. Ma'no bor, uqum bor, ammo nima yo'q? Zaman yo'q. Mana buni biz ism. Demak, so'zlarni tahlil qilgan vaqtimizda 3 xil farqni his qildik. Ba'zi so'zlar varken o'zida bor uqumni, ma'noni ifodalamaydigan mustaqil. Ba'zi so'zlar varken o'zida bor uqumni ifodalaydigan zaman uqumi billa bor ekan. Ba'zi so'zlar varken o'zida bor uqumni ifodalaydigan zaman uqumi yo'q ekan. Shu bo'yicha biz mushuni asos qilib turib 3 ga bo'ldikki, ifodalamaydiganni harf dedik, zaman uqumi borni fe'l dedik, zaman uqumi yo'qni ism dedik. Mana mushu vajidan söz neç türlük oldu? 3 türlük oldu. Söz neç türlük oldu? 3 türlük oldu. Şundan birinci dersinki mazmunu tugidi. Birinci derste yakunlagan iki babda yakunlagan mazmun birisi nahvininki ta'rifatini qilgan boldik. Do'stkudumu bag'o. İkincisi nahvining ahmiyati, maqsadi. Ondan keyin biz so'zni tushundirdik. So'zni tushuntirish jarayonida so'zning taqsimotining 3 ga bo'linganligi, ism fe'l harfda 3 ga bo'linganligini anglab o'tdik. Nima uchun bo'linganligi o'rindan biz balkim ism fe'l harf deganlarning ta'rifatini elib oldik mencha. Chunki so'zning ahvoli shu 3 xil bo'ladi. Bir ma'no o'zidagi mustaqil bir hukmni ifodalayolmaydi. Yoki ifodalasa zaman chiqadi, yoki ifodalaydigan zaman chiqmaydi degandan keyin agar birisi bizning shu topda ism degan nima desa, o'zidagi ma'noni o'zi ifodalay oladigan mustaqil. Bundan zaman chiqmaydigan. O'zidagi ma'noni o'zi mustaqil ifodalay oladigan zaman chiqadigan. O'zidagi ma'noni o'zi mustaqil ifodalayolmaydigan. No'g'anda ismni nima desa, ismni shu yuqoridagi sababning ichidagi ismni ko'rsatgan sababni elib, sug'urib elib, ism degan shundoq bir so'zki, o'zidagi hukmni o'zi mustaqil ifodalay oladi, lekin zaman yo'q. Fe'l degan nima desa, fe'l degan shundoq bir so'zki, o'ziga mustaqil bir ma'noni ifodalay oladi, lekin o'z zamonning biriga qanday ta'va bo'ladi. Shu Abdurdoskida ismning ta'rifati avu, fe'lning ta'rifati avu deb, ma'ni bizga qanday qiladi? Ayirib ta'rifatni qiladi, ya'ni amaliyotda ta'rifat. Ana ikinci ders kelaydi. İkinci dersmi şu ikinci paragrafninki, ikinci babninki oxirisi. Yani biz ikinci dersda ismni, fe'lni ta'rif qilamiz. Doskida yozilgandek. Amaliyotda ta'rif qilmasaqmi bo'ladi asli. Chunki biz bayatdan so'zni 3 ga bo'lish degan yerda, so'zni 3 ga bo'ldi degan yerda biz buning amaliy ahvolini so'zlab bo'ldik, ta'riflarni illa shaklda bayon qilib bo'ldik hamda.
Nas kelayli ad-darsu thani, ikinci ders ta'riful ism. Bu sizlarga nisbatan qiyin kelmaydi. Bayın ism degan nima desa, keldik. Kelimatun bir söz deydi. İsmning so'zga tavakkalligini ham o'ylan bilimizda. Tadullu ala ma'nan fi nafsiha. O'zidagi mustaqil bir ma'noni ifodalaydi. Demak, mustaqil ma'no chiqadi. G'ayri muqtarinin o ma'no o'z zamonga birga yaqin kelmaganligini, shu ma'nodan zamon hukmi chiqmaydi. O'z zamon deganimiz ani yana abturni maqsadi, men xohlayman deydi abtur. Men maqsad qilayotganim modi hol mustaqil bilimiz tilda o'z zamon bor. Asas cho'ng zamonlardan o'tgan zaman, hozir zaman, kelgusi zaman deb ismdan zamon hukmi chiqmaydi. Ahmad, rajul, adam, imro'a, ayol kishi, valad, bola, kitob, ilm. Hammasi bir hukm. Ama bularda zaman hukmi chiqmaydi. Mana bu ism. Rajul ilmga o'xshash. Am ismni boshqa so'z turkumlaridan farqlantirishning alohida bir yo'li bormi desa, va alamatuhu. Buning bir alomati yasihal ixbar anhu mishay diqqat qilinglar. Buningdan xabar bergili bo'ladi degan gap xabar egisi qiladi. Xabarning egisi degan gap jumladagi ega degan gap. Ya'ni ism egi bo'la oladi. Va bihi uning bilan xabar bergili bo'ldigini mushu xabar beradigan bilak bo'la oladigan jumlada xabar bo'la oladi. Al-ixbar anhu degani egini ko'rsatadi. Bihi degani xabarini ko'rsatadi. Ya'ni ism jumlada jumlaning egisi bo'la oladi va jumlaning xabar bo'la oladi. Masalan, Zaydun qoimun desa, Zayd mushu jumlada ega bo'ldi. Qaymun xabar oldu. Her ikisi nima? Ism. Bu birinchi alomati. İkincisi idofat. Qig'ili bo'lish degani mudof bo'lish masalan. G'ulom Zaydin desa, g'ulom muzob bo'ldi. Zaydning xizmatchisi deb bu ismning alomati. Uchinchisi ta'rifatning lamining kirishi. Ta'rifatning lami bilasizlar, lam jins, lam istig'roq, lam zihni degandek bir qancha turga bo'linadi bu. Oldi bilan ismiy harfi deb ikkiga bo'linib, ismiy deganimiz Pil ismga aylantirilgan, ya'ni allazi ma'nisi qildigan ism fa'il ism maf'ul bilan alif lam. Bu bir alohidlik emas. Harfin o'shidan istig'roq, ahli jins, ahli xoriji degandek turlar bilan o'sha harf yo'g'ini, ya'ni o'zi harf bo'lgan alif lam demakchi. Alif lamning o'zi harf bo'lgan alif lam ismlarga kiradi. Pillarga maxal shakldagi alif lam kirmaydi. Buni tafsil jarayoni inshaalloh lekin balog'atda chiqadi. Uchinchi alomati ismning uchinchi alomati ay yasihha fihil jar. Buningda jar to'g'ri bo'ladi degan gapni taxmin taqiqlasak, harful jar bunga qana qiladi kiradi. Harful jar buning degani oldiga harf shakllanadi. Lekin nuqul jar deb lam atash, lekin o'quvchilarga ba'zi asli to'g'ri, lekin elishni keltirib chiqish mumkin, chunki ba'zi ismlar, ba'zi pillarmi, ba'zi bir ulanma tufayli lam yakunillazina kafaru degandek zikr qiladi. Mana mubtadi bo'lgan o'quvchilarimiz oyatimiz zikr qilib degan ahvol qoladi-ku. Jar degan hozir hamda ba'zi zir deb tushuntiramiz, ba'zi amal yo'q. Amaliyat grammatikalik o'rin. Lekin men demoqchi bo'lganim harful jar asos qilib turib, ismga harful jar kiradi. Pilning oldiga harful jar bu alomati. Ondan keyin tanvinning kirish. 5 dona tanvin bor. Buning uchun birsi tanvin tarannum degan pillarga kiradi. Qolgan 4 tanvin ismlarga kiraveradi. Tasniy bo'lish degan ikkilikka aylanish, jami' bo'lish ko'plikka aylanish, andan an-na'at, yani sifat bo'lish, ya'ni sifat bo'lish degani ismning o'zi sifat bo'lish emas, balki ism man'ud bo'lish, sifatlanish demak. Chunki pillam sifat bo'la oladi. Tasg'ir kichik shakl keltirilish, masalan, rajulun rujayilga o'xshash, andan nido harflarining qana qilishi, kirishi qatorliq ma turli ahvollarning hammasi ismning nimasi alomatlari. Mishaga qarab turib biz ismning ismligini qana qilsak bo'ladi, ayirsak bo'ladi. Yani fa inna kull hadihi min khawas al-ism. Yuqordagilarning hammasi ismning xususiyatlaridan qatorida. An bayatni bir tushunmagan bir tarafing bor deb Abdur Qoyidning kelyapti. Al-ikhbar anhu ma'nasi nima? Ismdan xabar qilishning ma'nasi nima desa. Degan men tushuntirdim sizlarga jumlada ega bo'lish deb. Ayakuna mahkuman alayh. Mahkuman alayh bu jumladagi hukm degan mazmun shunga qartilgan. Ya'ni hukmning egisi degan gap, ya'ni jumlaning egisi degan gap. Ammo arabcha bo'lgandan keyin arabda har xil shaklda ifodalashda qiynalib ketgan gap. Biz uyg'urcha bo'lgandan uyg'ur davrimiz jumlaning egasi bo'lishi bas. Ya'ni musnayillay bo'lish degan gap. Ya'ni masalan fa'il maf'ul kilishi xato, maf'ul ma'lum musamma fa'il o'zgartirilgan kitobdagi maf'ulan deganda maf'ul ma'lum musamma fa'il. Maf'ul demakchi emas. Maf'ul nima emas, jumlaning egisi emas. Jumlaning egisi emas. Maf'ul ma'lum musamma fa'il yoki mubtada degandek jumladagi egini ko'rsatdi. Al-ikhbar bih degan ma'nosi oyatdagi mahkuman bih bo'lishga xabar. Fe'l degandek masalan xabar degandek uni bilan jumlada xabar bergan bo'ladigan bilakni ko'rsatdi. Ya'ni al-ikhbar anhu
al-ixbar anhu, muxbar anhu, mahkumun bih, musnad degan atalg'ular atalasi bo'ladi. Jumlaning egisini ko'rsatsa, al-ixbar bihi, muxbir bih. Yoki musnad, mahkumun bih degandek iboralar bilan atalg'ular atalasi bo'ladi. Jumlaning xabar qismini ko'rsatadi. Ya'ni ism ham ega bo'la oladi, ham xabar bo'lish ikki xil alohidalik bor demakchi ismda. Fe'lga kerakli, fe'lning ta'rifatini bayatni biz qo'ygan illatda chiqib bo'ldi. Ya'ni nima o'zi fe'l degan bir so'z o'zining ma'nosini mustaqil ifodalaydi, o'zining mustaqil o'zidagi bir ma'noni mustaqil ifodalaydi, lekin bu ma'no shu zamonda birga muqtarin jiplashganligini ma'nodan zamon o'qimi chiqib turadi. Ma'no zamon bilan birlashgan. Masalan, nasara yordam berdi. Ig'izimizning mushu gapni tarjima qilib bo'g'igacha zamon o'qimi chiqadi. Yordam birvatudu yoki biridu. Zaman o'qimi chiqyapti. Yordam ber masalan. Buning alomati desa, bu fe'l bilan xabar belgili bo'ladi, uningdan emasligini jumlada xabar bo'la oladi, ega bo'lmaydi. Ism ham ega ham xabar bo'la oladi. Fe'l ega bilan bo'ladi, xabar bilan bo'la oladi, ega bo'lmaydi. Mana nuqta kalamini qo'yib ketsin. Qad, sin, sawfa jazmlarning kirishi buning durust bo'ladi degani, fe'lning oldiga qad kira oladi, sin, sawfa va fe'lni jazm qiladigan lam, lan, lamul amri, la nahiya degandek vositalar kiralaydi. Buning ahvoli inshaalloh fe'l so'zlanadi. Qad nasara, sayansur, sawfa yansur, lam yansur degandek. Ondan keyin mozi muzari amriga o'zgarishni qabul qilib turlanadi fe'llar. Ism turlanmaydi, fe'l turlanadi. Buni biz sarfda ma'lum darajada o'qib o'tgan zaraba, daraba, yadribu, la yadrib, lam yadrib degandek masalan. Ondan keyin boshqa shakldagi oshkor damirlar, masalan, tu, tati, tumatum, kakum degandek manda damirlar qo'shila oladi. Katabtu, katabti degandek manda damirlar va ayollikning sag'ini qilgan ta'siriki, ayollikni ifodalamoqchi bo'lsa, darabaning darabat, katabat, zahabat degandek manda ta qo'shila oladi. Ondan keyin jumlaning mazmun ta'kidlash uchun ta'kidning nuni, masalan, uktuban, la yadribanna, la azhabanna degandek manda nun qo'shila oladi. Demak, Mavloning hammasi fe'lning xususiyatlaridan qatori. Mushu bo'yicha fe'lni ayirsak bo'ladi. Shuning bilan ikkinchi darsimiz tugadi. Har ikkala darsda ma'lum miqdorda savollar bor. Bu savollarga o'quvchilar o'z darsini o'zlashtirib bo'lgandan javob bersa bo'ladi. Mashqlari bor. Masalan, oyat akab qo'yaqliq, ism plan chiqaring deydi, shuni o'zi chiqarsa bo'ladi. Biz endi darsning oxirisida ma'lum azroq bir tadbiqot shaklida oyatlardan bir mashq qilib boramiz. Endi do'stkuda ism, fe'l harfga ayrim rang berilgan. Ismni sariq rang bilan ifodaladik. Fe'lni qizil rang bilan, harfni chachrang rang bilan ifodaladik. Oyatning ichidagi sariq rangliklar ismga tava. Masalan, va inni khiftul mawaliya min wara'i va kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya degan oyat mashlab oxiriga ko'rsak, va innidagi inna harfga tava. İnşallah bunu tafsil o'qiysizlar, lekin hozir ism, fe'l, harfda harfni garchi ta'rif qilmagan bo'lsak-mu, ammo biz bayatdan ahvolni azroq tushundik emasmi? Xif tiki xafa ya xafu tiki xif fe'lga tava, tu ismga tava. Al-mawaliya ismga tava. Bular diqqat qilsanglar, bayatni biz ismning alomatlarini o'qidik, fe'lning alomatlarini o'qidik. Hammasi alomatlari bor. Masalan, xiftuda tu xafaga kiraladi. Şu xafa fe'l. Mavalida alif lam kiraladi, ustiga ism. Min harf, wara'i ism, nimishqa mudaf bo'ldi. Kanat fe'l, oxiriga ta qo'shiladi. Imra'a ism, chunki mudaf bo'ldi. Hab fe'l chunki amrga siyg'alandi, amr siyg'isi keldi. Li harf, lam harfning alomatlarini o'qimadik ha. Min ladunka min harf, yarisuni yaris fe'l masalan, chunki u fe'l mudari shaklida keldi. Yaris u fe'l min harf mush bo'yicha oxiriga chiqib, biz bayatni degan alomatlarni biridan surishtirib baqsanglar bo'ladi. Mushuni bilan bizning bugungi darsimiz tugadi. Bizning bugungi birinchi darsimizda kitobimizdagi birinchi, ikkinchi dars tugadi inshaalloh. Kelasi hafta darsimizda 3-darsdan boshlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.